Assalomu alaykum. Qadrli qo'y ishqibozlari, qo'chqor ishqibozlari. Mana yangi partiyamiz yetib kelgan. Qo'chqorlarimiz. Bularning soni 16 ta. Bo'ylari 70 plus. Bitta ikkita ehtimoliy 70 dan pastroq bo'lishi mumkin. Qolgani 70 plus. Yeb ichishlari zo'r, sog'lom. Moshni variantlaridan. Bularni narxlariga kelib to'xtaladigan bo'lsak, narxlarini 2.900.000 so'mdan optimaga kelishamiz. Ozmoz vodiy ichida Toshkentgacha bo'lsa o'tib beramiz. Toshkentdan u yog'iga 2.900.000 dan Samarqandgacha dastavkasini qilib beramiz. Bitta ikkita olganlarga 2.800.000 dan men o'zim chiqarib beraman. 3 milliondan tanlab olishaveradi. Endi mana yeb ichishlarini ko'rsatamiz. Yeb ichishlari zo'r qo'chqorlarimizda. Mana yeb ichishlarini ko'rishingiz mumkin. Mana oxirga kelib, daladan kelib ham oxirda yem yeyishyapti. Demak, yemimiz tarkibida yerong'oq po'choq, siloz va kepak aralashtirib tashlab qo'ydim. Yeyishyapti. Hammasini xudo xolasa kallavoshi ham chiroyli. Yeb ichishlariga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Lekin bular kecha yetib kelgan. Yo'q, bugun ertalab yetib kelgan. Bugun ertalab yetib keldi. Kecha kechqurun vobshet yetib keldi. Bugun ertalabga juni olib, mana kechqurunga yemlarni yeyishyapti. Bularni 2.900.000 so'mdan optimi. Kelishadigan joyi bor, ozmoz. Mana keyingi partiyamizni biroq yeb ichishini ko'rib o'tib ketinglar. Bular hali juni olib ulgurilmaganlari. Bular sal pul yengilroqlari. Demak, bularda ham xuddi o'sha tartibda yeb ichishiga tashladik yemlarini. Ko'rishingiz mumkin. Endi mana uzoqroqdan, ortdan ko'rinishi. Xolasa, vobshim chiroyli qo'ylar. Yeb ichishlari zo'r. Bularning soni 8 dona, demak 3 ta qorasidan 5 ta sarig'idan. Demak, qoralari bittasi qop-qora, ikkitasi kashtan. Jurnolsa kashtan chiqadi. Va 5 ta sarig'idan. Xudo xolasa, umuman maza qilib boqadigan qo'chqorlar. Bularni bo'ylari 65 plus ehtimoliy. Endi 65 plus deylik. 65 ga beraveramiz bo'ylarini. Yeb ichishlari mana ko'rib turibsizlar, sog'lom qo'ylar. Demak, narx-navoga keladigan bo'lsak, bularni 2.700.000 dan optim narxga qilib beramiz. Bitta ikkita olganga kelishamiz. Qoralarini demak o'tib beramiz, sariqlariga kelishamiz. Hammasini olsangiz, agar vodiy ichida yoki Toshkentgacha bo'lsa, 2.700 dan o'tib ham beraman ozgina. Vodiydan tashqari, demak Toshkentdan u yog'iga 2.700.000 dan Samarqandgacha dastavkasini qilib beramiz. Lekin qo'chqorlar zo'r. Asa boqadigan narsalar. Mana bu yerda 2 dona sovlig'imiz bor. Demak, bularni 2.300.000 so'mdan so'ragan odamga beraveramiz. Bularni yeb ichishi, vobshim, endi sovliq-ku, sovliq yeb ichishi vobshe zo'r narsa lekin. Yeb ichishi zo'r. Orqalari ham kelishgan. Sovliq yaxshi edi. Sovliq yemaydi deb bo'lmaydi. Bu qonunni qarang, bu jonivorni qonundan chiqqanini. Endi mana bu yerda bu pul yengilroq variantlari. Bular ham hali juni olib ulgurilmagan. Nasib bo'lsa ertaga yoki indinga juni oldiramiz. Bitta shoxli varianti bor. Qolganlari shoxsi yo'q. Demak, bular soni 6 dona. Yeb ichishlarini ko'rishingiz mumkin. Yeb ichishlari vobshe zo'r. Mana chekkadagisini ko'rib qo'yishingiz mumkin. Sog'lom, sovliq. Qolganlari qo'chqor. Hozir ortdan turib ko'rsatamiz bularni. Mana shunisi sovliq. O'sha hozir bitta ko'rsatganim sovlig'i. Joni yaxshi, joni yirikroq, joni kattaroq bo'ladigan sovliq. Bular qo'chqorlar. Bularning ham bo'yi 65 plus minus, 65 dan baland. Mana sovliq, mana yonidagi qo'chqor kashtan. Deylik, mana bu chekkadagi shoxli qo'chqorimiz, chekkadagi shoxli edi. Bular 65 dan baland. Mana ikkitasi yoki uchalasi 65 bo'lishi mumkin. Lekin 65 dan baland chiqadi qo'ylar.
Demak, bular soni 6 dona. Bularni narx-navosi keladigan bo'lsak, hop, bularni 2,5 million so'mdan deymiz. Ozmas vodiy ichida bo'lsa kelishamiz. Demak, Toshkentgacha deylik. Toshkentgacha bo'lsa kelishamiz. Opshisiga, optimiga. Donabayga telefonda gaplashamiz. Telefon nomerlarini oxirida yozib qoldiramiz. Unda gaplashamiz telefon nomerlarida. Donabayga kelishaveramiz. 2,5 million so'm dan plus minusi bor. Donaga optimiga plus minusi bor. Qadrli qo'yishqozlarimiz, mana shu bilan qo'ylarimizni obzori tugaydi. Qo'ylar zo'r, xudo xolasa. Chekkaga chiqib qolgan qo'y yo'q. Ko'rishingiz mumkin, chekkaga chiqib qolgan qo'y umuman yo'q. Qo'ylar hammasi yeyapti, ichyapti. Demakki, hammasi sog'lom. Mana shuncha obzor bo'ldi. Uzmadik atayni. Bu yerda demak, birortasini yo'talganini ham eshitganingiz yo'q. Qo'ylar xudo xolasa sog'lom narsalar. Boqib maza qilasizlar lekin. Biznikida mana daladan kelib shunchalik yem hashak yeyaptimi, demak, uyingizga borib o'rgatishingiz oson bo'ladi. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Doim aloqadamiz.